Omoq savaqdaşlar, bugungi hikoyamiz ikki yig'lang'u. Burungi zamonda bir mo'may o'tgan ekan. U bir kuni yiroq safarga ketgan o'g'lidan bir parcha xat topshirib olib, yo'ldan o'tganlarga xatni o'qitib ko'rish uchun darhol ko'chaga chiqibdi. Shu chog'da yo'ldan ko'rinishi salobetlik bir kishi o'tib ketayotgan ekan. Bu kishi xatni qo'lga olib, birozdan keyinla yig'lab ketibdi. Mo'may faraz qilib, nima ish bo'lganligini qayta so'rabdi. Lekin hiliqi salobetli kishi ikki qo'li bilan yuzini etib olib, tuxum qattiq yig'labdi. Shuning bilan mo'maymi o'g'lim biror kelishmaslikka uchrabdi deb o'ylab yig'lashga boshlabdi. Bu vaqtda yo'ldan yana bir kishi o'tibdi. U ikki kishining yig'lab turganligini ko'rib, ularning oldiga kelib, hayron bo'lgan holda nima ish bo'lganligini so'rabdi. Mo'may javob berib, bu kishi o'g'limdan kelgan xatni o'qib yig'lab ketdi. Men o'g'limni o'lib ketgan o'xshaydi deb yig'layapman, debdi. "Hey, sen nimaga yig'layapsan? Xatda qanday qayg'uli xabar bor ekan?" deb so'rabdi uchinchi kishi. Hiliqi salobetli kishi cho'nqur bir tortib olib, "Hey qadrdon og'ina, men o'zimga nihoyat achinaman. Men ko'zi ochiq qarg'uman. O'zimning savotsiz bo'lib qolganligimga yig'layapman", debdi.